Bir kishi dunyodan o'tgandan keyin ayoli farzandini o'qitibdi-da, yolg'iz farzand ekan. Ilmli, bilimli qilib, shaharda o'qib, yaxshi o'qishlarni bitirib, yaxshi bir lavozimdagi ishga turibdi. Bir kuni qishloqqa kelganda do'stlari qo'ymay toqqa chiqaylik, dam olaylik, sen ham charchayapsan deb toqqa chiqib dam olib o'tirsa, bir qo'yni haydab kelayotgan ekanda. Shunda boya yigit qo'ychini tanib darrov o'rnidan turib, assalomu alaykum ota deb ko'rishsa, yandagi do'stlari, sen falon boyni bolasisan, sen mansabing bor, qo'ychi bilan ham ko'rishasan, o'tir desa, qo'yinglar, unday demanglar, odamni hammasi birday deb borib salomlashsa aytgan ekanda boya cho'pon. Xuddi otangga o'xshabsan, otangga ming rahmat.